Mamlakatimizda yoshlarga ko'mak berishning yangi tizimi, mahalla, tuman, viloyat, respublika mexanizmi yo'lga qo'yilgan. O'ztransgaz AJ ham Bekobod tumanidagi bir qator mahallalarga biriktirilgan yoshlarga amaliy yordam ko'rsatmoqda. Tadbir davomida tikuv mashinasi, payvandlash uskunasi, havo kompressori hamda dori sepish apparati yoshlarning qo'liga topshirildi. O'g'lim 22 yoshda hozir. O'qishga imkoniyatimiz bo'lmadi. Shuning uchun texnikaga qiziqadi, mashina haydaydi, traktor haydaydi. Shu bilan tirikchilik ro'zg'orimizni tebratadi, Xudoga shukr. Endi bunga ham anosi bor edi, qiziqishi bor edi. Imkoniyatimiz yo'q edi bu narsaga. Xudoga shukr, homiylar kelib, anoqqa berib ketishibdi. Shularga rahmat. O'g'lim Oxobiddin svarchikka qiziqardi. Musofir yurtlarda yurib ishsiz edi. Qiziqishi bo'yicha yordamchi ham bo'lib yurdi. Shunaqa olaman deb harakat ham qildi. Homiylar xonadonimga kelib, tanishib, o'g'lingiz nimaga qiziqadi dedi. Shu svarka bo'yicha qiziqib ishlaydi. Bu tashabbusning ahamiyati shundaki, texnika vositalari yoshlarning istak va ehtiyojidan kelib chiqib taqdim etildi. Shunday qilib, yordam ramziy emas, balki amaliy natija beradigan ko'makka aylanmoqda. Mazkur tadbir avvalroq mahallalarda faollar ishtirokida o'tkazilgan suhbat va uchrashuvlar natijasida shakllantirilgan reja asosida amalga oshirildi. Yoshlarning qiziqishlari va istaklari inobatga olinib, ko'rsatilayotgan texnik yordam ularni foydali mehnatga yo'naltirish, turmush farovonligini oshirish va jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga xizmat qilmoqda.